Assalomu alaykum. O'tgan safar merenga tayyorlashni ko'rsatdim. Bugun zavarno krem tayyorlashdagi nyuanslar haqida gaplashamiz. Ko'p so'rashadi, siz ishlatadigan qora narsa nima deb izohlarda yozishadi. Bu vanilniy struchok. Bu bir ziravor desa ham bo'ladi. Juda ham tonki aromati bor va o'ziga yarasha mazasi ham bor. Vanilinni mana aynan mana shu vanilniy struchokdan olib qilishgan. Uni sun'iy varianti. Narxi qimmat bo'lgani uchun buni solish shart emas, bu ixtiyoriy. Birinchi bo'lib vanilniy struchokni kesib olamiz. Bizga ichidagi urug'lari kerak bo'ladi. Sutga sovuramiz. Sutni olovga qo'yamiz. Sutimiz qaynaguncha shakar, cho'qori kraxmali va tuxum sarig'ini birlashtiramiz va yaxshilab aralashtiramiz. Mana bunaqa silliq massa hosil bo'lishi kerak. Qaynashiga yaqin vanilni olamiz, ichidagi urug'larini tozalab olamiz. Mana. Sutni ichida vanilli urug'lari qoladi, qora-qora dona-dona bo'lib turadi va juda ham zo'r maza beradi. Bizning zavarno kremimiz siri ham aynan shunda. Vanilli o'zini bo'lsa, salfetkada quritib, shakar idishga solib qo'ysangiz bo'ladi. Buni hidi shakariga ham o'tadi. Sut qaynab chiqqandan keyin taxminan 3 dan 1ini massamizga qo'shamiz va aralashtirishni boshlaymiz. 3 dan 1ini qo'shganimizdan sababi quyi massa yaxshi aralashadi, shunda shakari, kraxmali qoldiqlari qolmaydi. Yaxshilab aralashtirgandan keyin sutni qolganini ham qo'shib o'ramiz. Yana ham ideal struktura bo'lish uchun biz elidan o'tkazib olamiz va qaytarib kastrulkamizga qo'yib olamiz. Kastrulkani olovga qo'yib, tinmay aralashtirib qaynatamiz. Kremni 1 daqiqa atrofida yaxshilab qaynatib oldik. Endi toza tog'oraga solamiz. Endi eng muhim nyuans. Mazali zavarno krem siri albatta sifatli sariyog'da. Biz har doim sifatli sariyog' ishlatamiz. Sariyog'imizni qaynoq zavarno kremga sovuramiz. Endi kremni yaxshilab blender yordamida emulsiya holatiga keltirib maydalab olamiz. Kremimiz deyarli tayyor. Uni butunlay sovutib, keyin уже ishlatsak bo'ladi. Usti tellab qolmasligi uchun mana bunaqa yopishtirib, kontakt qilib yopamiz. Krem xolodilnikda butunlay sovigandan keyin yaxshilab mikser qilib olamiz. Va bizning ideal zavarno kremimiz tayyor.